Bugun sizlar bilan ingliz tilida good so'zini quyidagi preposition dugonachalari bilan birga kelganda qanaqa ma'noda kelishini ko'rib chiqamiz. Good at, good with, good for, good to, good about, good of. Keling misollarda ko'rib chiqamiz. Working is good for your heart. Yurish yurak uchun foydali. Demak, be good for plus noun. Bu yerda your heart noun bo'lyapti. Nimadir uchun foydali degan ma'noni beradi. Keyingi misolimiz. It was good of, demak, of preposition qo'llaymiz. You to help me. Menga yordam berganing juda yaxshi bo'ldi. Bu yerda good of odamning qilgan ishini maqtash ma'nosida, yaxshilash ma'nosida ishlatiladi. Keyingi misol. He is good at fixing phones. U telefon tuzatishda yaxshi. Be good at something. Bu nimadir qilishda mahorati yaxshi bo'lmoq, iqtidori bor bo'lish degan ma'nolarda keladi. She is always good to animals. Demak, to. U hayvonlarga doim yaxshi munosabatda. Demak, be good to someone kim bilandir yaxshi muomalada, munosabatda bo'lish degan ma'nolarni beradi. Keyingi misol. Leo feels good about his exam. Biror narsada o'zini yaxshi his qilish degan ma'nolarni beradi. Leo imtihoni haqida o'zini yaxshi his qilyapti. Va navbatdagi misolimiz. He is good with all people. U keksalar bilan yaxshi muomala qiladi, ya'ni yaxshi chiqishadi. Demak, be good with bu kim bilandir yaxshi chiqishmoq. Va oxirgi misolimizda it was nice boshqa you to call me. Xo'p, o'ylab ko'ring-chi, bu yerda qaysi predlogni qo'ysak to'g'ri keladi. Izohlarda o'z javoblaringizni qoldiring.